Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Bitta ehson tarqatmoqchiman, xullas. Qo'limda juda qog'oz bor. 1 millionlik ehsonimni qani kimga nasib qilar ekan, ko'ramiz hozir. Tanlaymiz qog'ozni. Ko'rib turgan holda hech qanaqa bunda yashirin narsa yo'q. Kameradan bekitib ochish yo'q. Ochiq holda tanlab olamiz. Qani 1 millionlik voucher kimga nasib qilar ekan? Mana bittasi Biva deb yozib qo'yilgan qog'oz, bittasi o'zim deb yozilgan, bittasiga yetim deb yozilgan. Aldaydi. Aniq bilaman, aldaydi. Bivalar uchun, bechoralar uchun, yetim yesirlar uchun deb pul yig'ib, aniq o'zi yeydi. Ko'rasizlar. Ko'rsating, hozir tanlaymiz. 1 dan 5 gacha sanab, yaqinroq ko'rsating-da. 5 raqami qaysi qog'ozga tushsa, shuni yaqin ushlang, 3 ta qog'oz ham ko'rinib tursin. 5 raqami qaysi qog'ozga tushsa, o'shani tanlaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. O'zim mana o'zimga chiqibdi voucher. Chunki qaranglar-da. Yetim. O'zim yetim bo'lsam. Beva. O'zim beva bo'lsam. O'zimga berishim kerak-da u. O'zimdan ortsa, Qur'onda ham yozib qo'yilgan. O'zingdan ortsa, keyin boshqalarga ehson qilsang bo'ladi deb qo'yilgan. O'shaning uchun qarang. O'zimga ehson qilyapman. Sizingcha bu qanchalar to'g'ri? Mana, men aytdimmi? Men bilgandim. Borgan sari shunaqalar ko'payapti o'zi. Birovni haqqini yeydiganlar mana yetim yesirlar uchun deb pul yig'adi. O'zi yeydi. Osh bo'lsin, opa, osh bo'lsin. Shunchaki shart emas-edi video qilish, hammaga e'lon berish, shuncha odamdan gap eshitish shart emas edi. Odamlar hozir yo'q bo'lsa bera olmaydi, bor bo'lsa ko'ra olmaydigan xilidan, yaxshi qilding osh bo'lsin deydigan kam. Shuncha odamning jahli chiqib ketdi. Rahmat e'tiboringiz uchun.